Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega biror ishni yarimta qoldirmaslik kerak? Chunki oxirigacha bajarish tartib va mas'uliyatdir. Nega tongda erta turish foydali? Chunki ertalab havo toza va ish unumli bo'ladi. Qani, kim aytadi? Nega qo'llarimizni tez-tez yuvish kerak? Chunki bu sog'lom bo'lishimizga yordam beradi. Nega kattalar bilan bahslashmaslik kerak? Chunki hurmat odobning bir qismi. Qani bolajonlar, nega o'z narsamizni asrab-avaylashimiz kerak? Chunki bu minnatdorchilik belgisi. Nega boshqa odamlarga yordam qo'lini cho'zish kerak? Chunki yaxshilik qaytadi. Qani, kim aytadi? Nega qo'pollik qilmaslik kerak? Chunki bu odamlar orasidagi mehrni kamaytiradi. Nega maktabga vaqtida borish muhim? Chunki vaqt intizomdir. Qani bolajonlar, nega mehnat qilgan odamni qadrlash kerak? Chunki mehnat qadrli boylikdir. Nega o'z ish joyimizni toza saqlash kerak? Chunki toza joyda ishlash qulay bo'ladi. Qani bolajonlar, nega yo'lda ehtiyot bo'lish kerak? Chunki xavfsizlik eng muhim narsa. Nega ko'p shakar iste'mol qilmaslik kerak? Chunki bu sog'lig'imizga zarar yetkazadi. Qani, kim aytadi? Nega maktabda jim turish kerak? Chunki dars yaxshi o'tadi. Nega daraxt ekish yaxshi ish? Chunki daraxt havoni tozalaydi. Qani bolajonlar, nega do'stimizni qo'llab-quvvatlash kerak? Chunki do'stlik shunday mustahkam bo'ladi. Nega qo'pol gapirmaslik kerak? Chunki yaxshi so'z qalbni ochadi. Qani, kim aytadi? Nega ro'zg'orda yordam berish kerak? Chunki bu mehr va g'amxo'rlikdir. Nega ishni boshlashdan oldin o'ylab olish kerak? Chunki o'ylangan ish yaxshi chiqadi. Qani bolajonlar, nega nonni sindirmaslik kerak? Chunki non muqaddas taom. Nega yaxshi o'rnak bo'lish muhim? Chunki bizga qarab boshqalar ham o'rganadi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.